Assalomu alaykum. Umumta'lim maktablarida kichik bir kontrol qo'yildi, ya'ni расчётni provedeno holatiga keltirishda quyidagicha xatolik chiqishi mumkin sizlarda. Xo'p, mana keltirilgan xodimlarda fan sertifikati mavjud emas. Ya'ni bu nima degani? Mana bitta xodimni mana kopiya qilib olamiz familiyasini. Расчётni ichiga kiradigan bo'lsak, расчётni ichida shu xodimda mana quyidagicha ustama belgilangan. Dars beradigan fani bo'yicha sertifikatga ega bo'lgan xodim pedagoglarga ustama PF 134. Xodimda agar shu ustama ko'rsatilgan bo'lsa, UZASBOga ham ERP dasturidan o'sha sertifikatni sinxronizatsiya qilish orqali olib kelib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun ma'lumotlar bo'limida xodimlarga kiramiz. O'sha xodimni topamiz. Xodimni redaktivировать qilib kirib, ta'lim sertifikati bo'limiga kiramiz. Shu bo'limda mana sinxronlash degan tugmamiz bor. Shuni bosadigan bo'lsak, ERP dasturiga agar shu xodim kiritilgan bo'lsa, sertifikati, fan sertifikati shu yerga keladi. Agar bu yoqqa kelmasa, demak, ERP dasturiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. ERP dasturiga avval kiritib olish kerak bo'ladi. Xo'p, sinxronizatsiyani bosamiz, keladi, saqlashni bosamiz. Bo'ldi. Boyagi расчётni provedeno holatiga keltirishimizda уже u xodim chiqmaydi, boshqa xodim aytadi. Shunaqa qilib, kimlarga shu ustama ko'rsatilgan bo'lsa, spravочник bo'limida ta'lim sertifikatiga kirib sinxronlashni bosib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu xodimimiz keldi, danliklari saqlab, kimlarnikini olib keldik-ku, kimlarniki qolib ketdi, shuni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hujjatlar bo'limida tarifikatsiya hisobida ta'lim sertifikati degan joyda mana hozirgi olib kelgan xodimimizniki shu yoqda mana ko'rindi. Shu yerdan kimlarnikini sinxronizatsiya qilindi, kimlarniki qilinmadi tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana endi yana oylik hisobiga kiradigan bo'lsak, provedeno qilishimizda уже boshqa familiyalarni aytish kerak. Mana уже hozirgi bizani olib kelgan familiyamiz уже chiqmadi, boshqa familiya chiqdi.